Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi videomiz ichiga chiqib ketib qoldi. Yangiliklarimiz Xudo xolasa 4 ta yangiligimiz bor. Halimasa bir qator ma'lumotni berib o'taman. Birinchi sigiramiz 3 oylik bo'g'oz, 7 ta 8 ta sutga, tishi 8 kurak, bo'ylari 120. Tutamlari o'ta yumshoq. Hozir sog'ib oldim. Orqalari kelish kerak. Orqalar butun. Bo'ylari 120, 3 oylik bo'g'ozga 7 litr, 8 litr sutga narxi 17,5 million so'm, ozgina kami bor, xayrini qo'yib beramiz. Ikkinchi sigiramiz bolasi g'onajin, enasining tishi 8 kurak, enasi 7 litr, 8 litr sutga, bo'ylari 120, narxi 19,5 million so'm, kami bor. Uchinchi sigiramiz bir xamir sutga 3 oylik bo'g'oz, ikkinchi qoringa, bo'ylari 120. Xo'p, narxi 17 million so'm, kami bor. To'rtinchi shvetamiz 3,5 oylik bo'g'oz, bo'ylari 120 plus, bir xamir sutga 3,5 oylik bo'g'oz, 17,5 million so'm, ozgina xayriya qo'yib beramiz. Telefon raqamlarimiz 90lik 211 52 62. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bolasi nima deyapti bolasi? Mana shuni bolasi zo'r ekan. Bolasiga haqiqatan qoyil qoldim. Enasini ham yerlari, tutamlar o'ta yumshoq. O'ta yuvosh ekan. Mana shular. Bolasi yemban bo'ldi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar.